Ming bor uzr. Sizlarni sog'intirib qo'yganim uchun. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Mana xudo xolasa men ishga chiqyapman. Mana ish tugagan. Hozir elektroyo'lovimni qo'yib, men bu yoqqa orqasida sumka yo'qligiga noto'g'ri tushunmaysizlar, sumkani bu yoqqa qo'yib qo'yganman. Ko'rinib qolmasin deb. Men ishga chiqyapman. Video olmaganimga boshqacha tushunmaysizlar. To'g'risi ozgincha tanaffus qilayin dedim. To'g'risi energiyam ketib qolyapti. Nasib bo'lsa, ozgina tanaffusdan so'ng yana video olyapman, lekin ishga chiqyapman. To'g'risi sovqatib boryapman. Mana ishlagan pullarim. Nasib bo'lsa, xudo xolasa yaqin kunlarda sizlarga yangiligim bor. Ya'ni ota-onam shaharga keladi. Sizlarni tanishtiraman. Umraga shaharda aylantirib, keyin jo'natib yuboramiz. Kuzatib turing. Yangiliklar hali oldinda. Juda ham qiziq yangiliklar oldinda. Biz davom etmoqdamiz. Har xil vaziyatlarda, har xil holatlarda bu video qilib joylanmasligi mumkin. Telegram kanal ochganman. Janus TV deb yozsangiz chiqib keladi. O'shani yozib, u yoqda ham kuzatib tursangiz, u yoqqa har xil videolarni olib tashlayman. Tez tashlayveraman u yoqqa. Chunki deganda bu yoqqa joylash uchun montaj qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bu yoqqa ham joylayman. Telegram kanalimni ochib qo'yganman. Sizlarni kutaman. Uzr, hammalaringizdan uzr so'rayman agar sog'intirib qo'ygan bo'lsam. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamaysizlar. Kuzatib turing. Biz qaytdik.